Təsbih namazı və onu oxuşның hükmü. Sual. Assalamu alaykum ustaz. Təsbih namazını oxuşның hükmü nima? Bu namazның fəzilati haqqında kelgan sahih hadis barmı? Cavab. Və alaykum assalam və rahmetullahi və barakatuhu. Barlıq hamd sanolar Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu alayhi və sallamga, o zatның ali tabiatlarına, ashablarına və o zatqa taki qiyomatgacha ergashganlarga durud və salamlar bolsun. Təsbih namazı 300 təsbihni öz içiga alğan 4 rəkatlik nəfli namaz bo'lib, hər bir rəkatda qiraatdan keyin 15 qatım, rukuda təsbihdən keyin 10 qatım, rukudan turğanda 10 qatım, səcdədə 10 qatım, səcdədən 5-ni götürüb 10 qatım, andın səcdə qılıb 10 qatım, andın səcdədən 5-ni götürüb qiyamğa turuşdan burun yana 10 qatım, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber deb təsbih oquludu. Şundaq qilib, bu zikr hər rəkətdə 75 qatım oquludu. Bu vaqtda İbn Abbas raziyallahu anhumadan hadis kelgan. O zat mundaq deydi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam atam Abbas ibn Abdulmuttalibga mundaq dedi. Ey tağam Abbas, agar baja keltirsang, Allah Taala sening burunqi və keyinki kona və yangi sahvan və qasdan kichik va cho'ng, maxfiy va oshkora gunohlarini mag'firat qiladigan bir ishni sana o'gitib qo'yishimni xohlamsan? Xohlasang 4 rakat namoz o'qig'in. Har rakat namozda Fatihaga bir sura qo'shib o'qig'in. Birinchi rakatning qiroatini qilib bo'lgandan keyin o'r turgan holatda Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Alloh taolo barliq ayb nuqsondan pokdir. Butun hamd sanolar Alloh taologa xosdir. Allah Taaladan başqa ilah yoxdur. Allah büyüktür degan zikrni 15 qatim o'qigan. Andan ruku qilib, rukuda o zikrni yana 10 qatim o'qigan. Andan rukudan 5-ni ko'tarib, o zikrni yana 10 qatim o'qigan. Andan sajda qil va sajdada yana 10 qatim o'qi. Andan sajdadan 5-ni ko'tarib, yana 10 qatim o'qi. Andan sajda qilib, yana 10 qatim o'qi. Sajdadan 5-ni ko'tarib, qiyamga turishdan burun yana 10 qatim o'qigan. Shunda qilib bu zikr har rakatda 75 qatim o'qiladi. Qolgan rakatlarni mushundaq o'qigan. Agar bu namozni har kuni bir qatim o'qish imkoniyating bo'lsa, kunda o'qigan. Unuga imkoniyating bo'lmasa, har juma kuni bir qatim o'qigan. Unuga imkoniyating bo'lmasa, oyda bir qatim o'qigan. Unuga imkoniyating bo'lmasa, yilda bir qatim o'qigan. Unuga imkoniyating bo'lmasa, butun umringda bir qatim bo'lsa-mu o'qigan. Bu hadis Abu Rafi raziyallahu anhudan rivoyat qilingan. Bu hadisni ba'zi muhaddislar sahih deb qarab, bundaq namoz o'qish sunnat degan bo'lsa-mu, muhaqqiq muhaddislar uni zaif, hatto to'qilma deb qaragan va bundaq namoz o'qish yo'q, balki bid'at degan. Menchimi mushu qarash kuchlik. Chunki hadis sanatlarining hammasi zaif bo'lish bilan birga, odatdagi namoz o'qish usuliga o'xshamaganlikdan hadisning mazmuni zaifdir. Bundaq fazilati katta bir namoz o'qish bar bo'lsa edi, istixora namozidek bizga shak tushmaydigan ishonchli yo'l va san'at bilan kelgan bo'ladi. Dastlabki asrlardagi salaf solihlar birdek uni bilib ketgan, uniga amal qilgan bo'ladi. Bu namozning o'qish usuli odatdagi namozdan boshqacha bo'lib qolmay, uni har kuni yoki har hafta yoki har oy yoki umrda bir qatim qilish ixtiyorligiga berilgan. Bu boshqa bir ibodatda ko'rilib boqmagan ahvol. Onundaki zikirlerge bekitilgen san ve zikir usulümü başka namazda körgülü bolmaydigan ahval. Onun üstüge 4 imamdan birersimi onu sünnet yoki mustahab demigen. Şuna hech kim ixtilof qilmagan farz namazning oldi keyindagi sunnatlar, tarovih, chashka, tahajjud qatorliq dalili aniq va ishonchlik ixtilof bo'lmagan nafl namozlarni o'qish yetarli. İmam İbn Taymiya bu vaqtda mundaq deydi. Oyatlarning yoki suralarning va yoki tasbihlarning sonini bekitgan har qanday namoz hadis olimlarining birdek qarshida yolg'on deb qaraladi. Faqatla tasbih namozida ular ikki xil qarashda bo'lgan. Ikki qarashning kuchliragi uni ba'zi ahli ilmlar rost deb qaragan bo'lsa-mu, u yolg'ondir. Shunlashqa uni musulmonlarning mujtahid imomlari o'qimagan. Hatto Ahmad ibn Hanbal va uning katta shogirdlari bu vaqtda kelgan hadislarni sahih emas deb qaragan va bu namozni o'qishni yomon ko'rgan. Ammo Imom Malik, Abu Hanifa, Shafi'i va ulardan boshqa mujtahid imomlar bu hadis to'g'risida anglabmi baqmagan. Imom Shafi'i, Imom Ahmad
va boshqa imomlarning shogirdlaridan u namozni o'qishni mustahab deb qaraganlar bo'lsa, bu ularning tanlashi bo'lib, hargizmi ustozlaridan qilgan naql emasdir. Ammo Ibnul Muborak isbotlanmagan hadis bilan bir sunnatni paydo qilib olmaslik uchun qiyomda turishdan burun tasbih aytish usuli bayon qilingan hadisdagi tariqada namoz o'qishni mustahab demagan. Balki u odatdagi namoz usuliga o'xshaydigan bir xil namozni o'qish yo'lliq deb qaragan. Valhasil bu vaqtdagi hadis sahih emas. U namozni o'qish kuchli qarashda bid'at. Bu vaqtdagi hadisni sahih degan yana bir qarashni tutib, u namozni o'qiydiganlar o'qisa o'zining tanlashi. Bu vaqtda da'talash qilishning hojati yo'q. Allah eng to'g'risini bilguridir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.